Amr ibn Abdulloh bir kuni onalari chaqirib qoldi. Labbay, labbay onajon deb yugurib borib ona etgan xizmatni bajarib, keyin o'tirib o'ylanib qoldilar. Men onamga beodoblik qildim deb o'zlarini gunohkor sanab, kaforatiga ikkita qul ozod qilgan ekanlar. O'zlarini gunohkor sanaganlari labbay, labbay onajon deganda o'sha labbay degan so'zni 2 marta ovozlarini balandlatib e'tiborganlariga o'zlarini xatokor sanagan ekanlar. Ovozinglarni balandlatmanglar faqat. Ko'chada tashvishda qolib ketdingiz, uyga kulib kiring. Tashvishingiz bilan onangizga ozor bermang. Chunki siz qanchalar tashvishlanib qiynalyapsiz. Sizni tashvishingizni ko'rib, sizdan 10 chandon ko'p tashvishlanadigan ota-ona bo'ladi. Sizni faqat kulib yurganingizni ko'rsin.